Mijozlarimiz uchun muhim xabar, videoni oxirigacha ko'ringlar iltimos. Do'stlar, biza zakaz olishni to'xtatdi. Shu narsani esingizdan chiqarmanglar. Zavoddan уже zakaz olmaymiz, faqatgina Xargos yoki Qashqardan skladda turgan elektromobillarni olib kelib berishni yo'lga qo'yamiz. Sababi 1-maydan keyin уже odamlar adaptatsiya qilib bo'lgandan keyin o'sha 2,5-3 ming dollar utilizatsiya to'lashni o'rgangandan keyin olib kelib beramiz. Qachonki olib kelib berishimiz mumkin zakazga? Shu bo'ldi, tushundimmi? 1-mayga ko'tarilar ekan utilizatsiya muammo bo'lmaydi. To'lab yuboraman degan odamlarga mayli olib kelib beramiz. Shunaqa gaplar. Ko'ryapsizlar, sklad ancha bo'shab qolgan. 1-maygacha sizlar ham ulgurib qolinglar aka. Hozir skladda turgan elektromobillardan asosan BYD o'sha ofitsialkaniki ko'ryapsizlar, BYDlar. Naryoqda ham rosa ham ko'p. Ichidan biri ICL skladga kelmodim akalar. Ko'ryapsizlarmi? Ancha bo'shab qolibdi sklad. Endi 1-mayga hamma tipirchilar olib yotibdi-da. Hamma shu 2,5 ming dollar ekonom qilaman deb to'g'rimi? GLA olib keldim, esingizda bo'lsa, bo'shab qoladi, ko'ryapsizlarmi? ICL hech qachon bunaqa ko'rmaganman. 450 tali olib keldim. Hali ham sotilmadi akalar. Mana shuni oladiganlar yo'qmi? G'ulom aka chilavering. Mana bu yoqda. Ana. Yangi mashina, hammaga nasib qilsin shunaqa qilishlar. Duo qilsangiz, Xudo xolasa aka. Inshaalloh mana Zikr 7x'imizni buyurtma asosida olib keluvdi akaga. Stomatolog. Shunaqa. Buyursa aka, Xudo xolasa yaxshilik haydab bering inshaalloh. Hammaga shunaqa zo'r mashinalar, oxiriga shu qiyqirq modadagi mashinalar haydab yurish nasib qilsin. BYDlar mana ko'ryapsizlar. Bering хочу. Aytgancha mana 580 so'raganlar ko'p edi. Akalar hozir 580 ni apelsinivisi ichi qolmadi, faqat shu oqqa qorasi qoldi ichi. Bemalol aloqa ichi ko'rasizlar. 13.900 dollardan, 13.900 dollardan qilib beramiz. CIP Tashkent rastamoshkasi bu yoqqa kelgandan keyin 3,5 ming plus minus bo'lgan ekan. Mana xuddi shundan bordi. Mana ichi qora. Stok 580 tali. Aloqa ichi ko'rasizlar. Dipal ham olib kelib beramiz, Xongchi ham olib kelib beramiz 2025-yil. Yo'lda kelyapti. O'zbekistonga emas, Qashqarga kelyapti, skladga kelyapti. Bo'yaq free, bo'yaq freeni olib kelish bo'yicha eng chempioni shu Nodir ukam 398 46 qilaverasizlar. Xo'p, mana Aitto bo'yicha endi вообще chempioni Aitto M7 deysizlarmi, M9 deysizlarmi, hammasini olib kelib beramiz akalar. Eng arzoni avtobazada Aittoni iminni. Bemalol liniyam eng arzoni avtobazada desa ham bo'ladi. Bo'ladi emas, menimcha 100% bo'lsa kerak. Bemalol aloqaga chiqsanglar, Xudo xolasa. Ko'rasizlarmi, aysalar bo'shab qolgan ancha.